Xitoyliklardan o'rganishimiz mumkin bo'lgan zamonaviy texnologiyadan boshqa yana ko'p narsalar bor. Ularni o'z tarixi va madaniyatiga bo'lgan hurmati alohida e'tiborga loyiq. Xitoyliklar uchun familiya shunchaki yorliq emas, balki ajdodlar bilan bog'liq nasl-nasab ramzi va Xitoy madaniy qadriyatlarining tamal toshidir. Familiyani saqlab qolish, ajdodlar qurbonliklarini e'zozlash va ularning merosini davom ettirishni ta'minlashning bir usuli sifatida qaraladi. Shuning uchun ham Xitoyda har bir familiya chuqur tarixga ega. Bugun Xitoyda Qingming bayrami, barcha o'zining ota-bobolarini qabrini ziyorat qiladigan kun. Har yili ushbu marosimni amalga oshirish uchun Xitoyning har bir burchagidan asrlar davomida har tomonga tarqalib ketgan Qian familiyasi sohiblari ushbu familiya asoschisi 9-asrda yashab o'tgan qirol Qianluning qabrini ziyorat qilishga yig'ilishadi. Qabrga kiraverishda o'ziga xos an'anaviy marosimni ushbu familiyani katta yoshdagi va katta lavozimdagi egalari amalga oshirishadi. Yosh avlod esa kuzatib turadi va ajdodlarga qanday ehtirom ko'rsatish kerakligini o'rganishadi. Marosim uchun bir nechta hayvonni qurbonlikka keltirishadi. Marosim tugagach, hamma bir qator bo'lib, qo'lida gullar bilan tobutni ziyorat qilishga o'tadi. Bu kabi marosimlarda xitoyliklar matom ramzini anglatuvchi oq yoki sariq xrizantema gullarini olib borishadi. Ushbu marosim nafaqat ajdodlarga bo'lgan ehtiromni ifodalaydi, balki bugungi kunda asrlar davomida tarqalib ketgan bir silola vakilini bir joyga to'playdi va jamiyatda katta do'stlik va o'zaro ishonch hissini uyg'otadi.